tekshirishda ham ko'rsating debdilar. Bu saytdan ko'rsataman qanday tekshirishda. Agar sizda taqiqlab qo'ysa, Rossiyadan chiqa olmaysiz, patent ola olmaysiz, nomingizga mashin bormi, uy bormi, hammasini muzlatib qo'yadi. Mana internetga kiramizda FSSP yozamiz. Проверка по familiya yozish kerak. Именно ahamiyat bering, mana ofitsialniy saytiga kiring, mana boshqalariga emas. Juda ko'p sayt chiqarib, birinchisi mana o'zini saytiga kiramiz. Fizический лицоga qo'yamiz. Qaysi territoriya, masalan, biz Sankt-Peterburgni bosamiz. Sizga tursin, faqatgina kirilcha yozing, rus harflari bilan. Iloj bo'lsa, registratsiyangizga qanday yozilgan bo'lsa, xuddi o'shanday bosamiz. Mana poyezdni bosamiz. Keyin yozuvchi qabini to'ldiramiz. Mana shu holatda chiqsa, xohlang shu saytni o'zidan to'lang, mana. Aplatani bossangiz chiqarib beradi. Xohlang Sberbankda o'ziga borsangiz, ularning ishchilari ham to'lab beradi. Buni to'laganingizdan keyin 3 kun ish kuni deyilgan, lekin bir haftalarga o'tishi mumkin. Yana xuddi shuni tekshirasiz, o'tgandan keyin bemalol bilet olib uchib ketsangiz bo'ladi. Agar sizda ishi sutga oshmagan bo'lsa, mana bunday yozuv chiqadi.